Ayni vaqtda Minecraftda 124 ta topshiriq mavjud. Ular orasida unchalik ham qiyin bo'lmaganlari va ko'pchilik o'yinchilar hattoki bilmaydiganlari ham bor. Men esa shu topshiriqlarning barchasini hardkorda, ya'ni o'lsam hammasi tamom bo'ladigan olamda bajarishni maqsad qildim. Barcha topshiriqlar hardkorda. Olg'a, olamni yaratamiz. Juda omadli paydo bo'ldim, chunki uzoq kelajakda dengizda oldida paydo bo'lgani menga juda katta foyda beradi. Chekkadagi esa mening koordinatalarim. Men mod qo'ygandim koordinatalarni ko'rsatishga, lekin u qandaydir rasvoroq ishladi. Shuning uchun uni almashtirishga qaror qildim. Bundan rasvosi bo'lmaydi. Yiqilgan daraxt bunaqasi Java Minecraftda bo'lishini bilmasdim. Bizning videomiz topshiriqlar bajarish haqida ekan, kelinglar birinchi topshiriqni bajaramiz tosh kovlash orqali. Lekin bu dunyoda sohildan tosh kavlashdan ko'ra ahmoqonaroq g'oya yo'qligini tushunib yetdim. Aytgancha hozir ekranning chap yuqori qismida ko'rib turgan narsangiz men nechta topshiriqdan nechtasini bajarganim. Hozircha bironta ham bajarganimiz yo'q. Videoni sifatli bo'lishi uchun 2K dolayotganimgami bilmadim, lekin videoning ba'zi bir joylarida qochishlar bor. Videoga shunaqa joylar tushib qolsa xafa bo'lmaysiz. Nima bo'lganda ham men kanyon topdim. Bu degani birinchi topshiriqni bajarishning vaqti yetib keldi. Tosh davri. Orqasidan shu zahoti tosh qirqi yasab, ikkinchi topshiriqqa ega bo'ldim. Yangilanish. Faqat to'xtang, nega ular o'zbek tilida emas? Xo'sh, topshiriqlarni bajarar ekanmiz, hech bo'lmasa topshiriqlar o'zbek tilida bo'lsin, to'g'rimi? To'xtang, Minecraftga kirganimiz zahoti birinchi topshiriq bajarilgan ekan-ku. Ozgina tosh kavlaymizda qolgan tosh asbob-uskunalarni ham yasaymiz. Agar kanyon chuqurroq bo'lganda mening challenge'im shu yerda o'zida tugagan bo'lardi. Qishloq topish bilan omadim kelmagan bo'lsa ham, lekin qo'ylarni yaxshilab qirib, ovqat zaxirasini to'plab oldim. Lekin qishloq topsak baribir yomon bo'lmasdi. Qishloqni topish muammo emas, lekin men uni iloji boricha yaqinroqdan topishga harakat qilyapman, spamdan uzoqlashmaslik uchun. Birinchi kun o'z nihoyasiga yetdi. Paytdan foydalanib 4-topshiriqni ham bajaramiz. Alla bolam, alla yo'q. Qishloq qidiruvlari meni buzilgan portal oldiga olib keldi. Oltin blokni ola olmasam ham, lekin sandiq ichidagi narsalarni olishim mumkin. Bu ozgina temir, magnetit, oltin asbob-uskunalar va eng muhimi obsidian blokdir. Sababi uni olish ham bitta topshiriqni bajarish degani. Yana bir necha daqiqalik qidiruvlardan so'ng aytsam ishonmaysiz, men avantpost topdim. Bu uzoq kelajakda bizga aniq yordam beradi. Hozircha juda ham omadim kelyapti. Avantpost bor ekan, yaqin atrofda qishloq ham bo'lish kerak deb o'yladim va yonga qaraganimni bilaman. Qishloq aynan shu menga kerak edi. Teoriya bo'yicha men hozirni o'zida Nezerga otlanishim mumkin edi, lekin men speedrun qilmoqchi emasman. Asta-sekinlik bilan hammasini joy-joyiga qo'yib, ajdarni yutib, hamma topshiriqlarni bajarish bu mening maqsadim. Qishloq o'zi menga aynan ovqati uchun kerak edi. Bu qishloqda esa samon bilan hech qanday muammo yo'q edi. Umuman hech qanday, hattoki keragidan ham ortiq edi. 3 dona temir va bitta topshiriq uchun qishloq qo'riqchisini yo'q qilishga ham to'g'ri keldi. Temir tafti bizning 5-topshirig'imiz. Kech tushganda esa 2-tunni qishloqda o'tkazib yubordim. Hozircha mahluqlar bilan urushish menga kerak emas. Yana qishloqliklarni ham himoya qilish uchun edi bu. Magnetit bilan ham bir ajoyib topshiriqni bajarish mumkin, lekin buning uchun hozircha menda temir va redstone yetishmayapti. Lekin yaqin kelajakda bu topshiriqni albatta bajaramiz. Minecraftda speedrunlik qilib yutishga urinmayotgan ekanman, kelinglar o'zimga kichik bir uy quray. Agar meni anchadan beri kuzatsangiz, qanaqa uy qurayotganimni bilasiz. Yonginamizda yana bitta qishloq bor ekan. Uy qurishdan resurslar to'playotganimda uzoqda cho'kkan kemani ko'rib qoldim. Ichida balki qiziq narsa bordir deb borib tekshirib ko'rsam, rostdan ham bor ekan. Naqd bir dona olmos. Va bu olmosga ega bo'lish ham yana bir topshiriqni bajarish degani. Cho'kkan kemani oldida buzilgan portal ham bor ekan. Uni ichidagi oltin asaqalarni kiyib deyarli to'liq set to'pladim va oltin blokni ham oldim. Xo'sh, uy qurilishi uchun barcha kerakli narsalarni to'pladim. Endi qurilishni ham boshlasak bo'ladi. Boya aytganimdek, bu uy ko'pchiligingizga tanish, faqat bu safar uni sal kattaroq quraman. Ichiga ko'pgina sandiqlar ham o'rnatish mumkin bo'lishi uchun. Xo'sh, bildingizmi qaysi uy ekanligini? Rostini aytsam, qurilishni ta'riflash har doim juda ham qiyin. Xo'sh, endi bildingizmi qaysi uy ekanligini? Balki mana bu bloklarni qo'yganimdan keyin. Afsus, bir donasi ortib qoldi. Ham mayli uni tashlab yuborsa ham bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqish uchun narvon o'rnatamiz. Uyni sal kattaroq qurganligim uchun ikkita eshik bo'la qolsin. Endi interyer bilan shug'ullanamiz. Verstak, pechka, oyda uchun qumni eritishga qo'yamiz. Qishloqdan ozgina yorug'lik o'g'irlaymiz va uni chiroyliroq yorug'likka aylantiramiz.
Endi qolgan narsalarni ham o'rnatamiz. Albatta qizil yotoq va sandiqlar. Hammasi tayyordik, lekin bir narsa yetishmayapti va men bu nimaligini bildim. Shu zahotiyoq ana u yerda ortib qolgan narsa nimaga ortib qolgan ekanligini tushundim. Sababi u ortib qolmagan edi. Sababi uning maqsadi mana shu yerda menga stol vazifasini o'tash edi. Faqat eng muhimini unutibmiz. Eshiklar va albatta oyna. Oynasiz uy bo'lmaydi uy. Izohlarda uyga o'z fikringizni yozib qoldiring. Men esa o'z narsalarimni va nihoyat sandiqlarga solib, mana bu samondan non tayyorlashim mumkin. Xuddi ko'nglimdagidek uy chiqdi desam ham bo'ladi. Boya kemada bir dona olmos topgan ekanmiz. Kelinglar Minecraftga oxirgi versiyada qo'shilgan nayzani yasaymiz. Yanada yangiroq versiyaga o'tdim. Endi aniq nayza bo'lish kerak va mana bu. Minecraftga qo'shilgan yangi qurol nayza va unga bog'liq topshiriq ham mavjud. Faqat men tushunmaganim nega o'z cho'ntaklarida yuzlab tonnalarni ko'tarib yura oladigan Steve oddiy nayzani xohlaganicha tekis ushlab tura olmaydi. Kelinglar unda nayzani tekshirib ko'rsak. Paytdan foydalanib bu nayza qanday ishlashini tushuntirsam. Bu nayzada ikki xil zarba turi bor. Birinchisi keskin va qisqa. Ikkinchisi esa to'g'ridan to'g'ri o'yinchining tezligiga bog'liq. Ya'ni siz qanchalik tez bo'lsangiz, siz beradigan zarbadan ketadigan jon ham shunchalik ortadi. Masalan, bu holatda menda tezlik 10 effekti bor. Bu degani men endi boyagidan ko'ra ancha ko'proq jon olaman. Umid qilamanki, tushunarli bo'ldi. Yana men bexosdan konga tushmasdan qanday redstone olish mumkinligini topdim. Shu sabab buzilgan kemadan topilgan zumradlar evaziga redstone sotib oldim va yana bir topshiriqni bajardim. Redstone bor ekan va nihoyat kompas yasab magnetit bilan aloqador topshiriqni bajarishimiz mumkin. Endi men aniq o'yimni hech qachon yo'qotmayman. Sababi endi bu kompas faqat mana shu magnetitga ko'rsatadi, qayerda bo'lsam ham. Va bu koordinatalar ishlatishdan ko'ra ancha qulay. Endi va nihoyat nayzaga bog'liq topshiriqni bajarish vaqti yetib keldi. Birdaniga 5 ta mobga zarba berish. 5 ta mobni to'plash qiyin bo'ladimi degandim, lekin yo'q. Qafasda allaqachon 5 ta mob o'zi tayyor bo'lib turgan ekan. Men qilishim kerak bo'lgan narsa nayzani olib hujumga o'tish edi. Birinchi urinishda bo'lmasa ham oxir oqibat biz topshiriqni bajara oldik. Qisqacha qilib aytganda moblik shashlik bo'ldi. Nayzamning tabidan tatib ko'rishni xohlagan zombi tufayli biz yana bir topshiriq bajardik. Maxluq ovchisi. Hali bizni oldinda juda ham ko'p va juda ham qiyin topshiriqlar kutib turibdi. Masalan, Minecraftdagi barcha maxluqlarni o'ldirish. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bular juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizga yaxshiroq aslaha kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa menikidan yaxshi. Undan ham yaxshi bo'ladi agar olmos aslahaga ega bo'lsak. Buning hozirgi vaqtda ikkita yo'li bor. Birinchisi qishloqliklardan sotib olish, ikkinchisi bo'lsa konga tushib kovlash va ularni sehrlash stoli orqali sehrlash. Hali beri ajdarni o'ldirish niyatimiz yo'q ekan, demak daraja muammo bo'ladi. Shu sabab birinchi variantdan foydalanishga majburmiz. Bu degani bizga juda ham ko'p zumradlar kerak. Yoki buning o'rniga mana bunday qilsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hozir u mana bu kitobda 22 ta zumradga sotyapti. Bu yaxshigina qimmat, lekin biz agar uni zombiga aylantiradigan bo'lsak, so'ngra bu zombi virusdan uni davolaydigan bo'lsak, u bizga minnatdorchilik sifatida o'z narxlarini tushirib beradi. Shu qadar tushirib beradiki, hattoki bittagina zumradga bizga kerak kitobni sotishi mumkin. Bu 22 baravar arzon. Bu bizga ko'pgina kitobni arzon narxda olish imkoniyatini beradi. Qishloqliklarni bemalol zombiga aylantirib, shu bilan birga davolash hammasi qulaygina bo'lishi uchun bizga bozor kerak bo'ladi. Ya'ni birgina tugma bilan hammasini amalga oshirsa bo'lsin. Shunaqa joyni qurish uchun o'zimning bor redstone mahoratimni ishga solishni boshladim, lekin ming afsuski bular kamlik qildi. Qisqacha qilib aytganda men redstone dahosi emasman. Shu sabab internetdan ko'rishga to'g'ri keldi qanday qilishni. Endi men qanday qilib qurishni bilaman, lekin menga qurilish uchun materiallar kerak. Asosan taxta, ya'ni yog'och. Shuni kovlash uchun yoki chopish uchun o'rmonga qarab otlanamiz. Demoqchi edim, lekin vaqtida tushunib yetdimki, mening boltam bu ishga yaramaydi. Shu sabab bazaga qaytib, yangi versiyalarda qo'shilgan misli boltani yasashimga to'g'ri keldi. Tasavvur qilyapsizmi? Endi Minecraftda misdan bolta tugul hattoki aslahalar ham yasash mumkin. Yana daraxt chopishga ketishdan oldin qishloqliklar populyatsiyasini oshirishga qaror qildim. Ya'ni ularga qulay sharoit, ko'pgina yotoq va eng muhimi ovqat berdim. Va endi bemalol uxlab, yog'och chopishga otlanish mumkin. Endi bemalol daraxt chopamanmi deb turganimda, yo'q, men yotoqni unutibman. Ya'ni kech tushgani zahoti maxluqlar meni yeb qo'yadi. Yaxshiyamki menda jun bor edi. Bir xil rangda bo'lmasa ham, sababi men boshqa rangga bo'yab oldim-da, shartda o'zimga qalqon va yotoqni yasab o'zimni xavfsizlikda his qila boshladim. Xo'sh, endi rostdan ham yog'och chopsa bo'ladi.
qurilish uchun hozircha yotoq yetarli bo'ladi. Faqat bitta masala qoldi. Qayerda qurish? Mana bu yerda quray desam agar joy kamlik qilish mumkin deb o'yladim. Shu sabab yonda qurgan yaxshiroq. Yana oldimga sayohat qiluvchi savdogar ham kelibdi. Albatta unda hech qanday foydali narsa yo'q edi, lekin baribir aytib qo'yay dedim. Qishloqliklar populyatsiyasini oshirish rejasi esa omadli tugadi. Mana shu yerda g'alati bir hodisa yuz berdi. Men uni yo'qolib qolmasin deb qayiq yasadim. Va unga o'tirgizmoqchi bo'lganimda u shunchaki yo'q bo'lib ketdi, xuddi havoga erib ketgandek. Qanday bunday sodir bo'lishi mumkin edi deb rosa ko'p o'yladim, lekin javobini o'sha vaqtda topa olmadim. Men faqatgina montaj vaqtidagina tushirib yetdim. U uyiga qaytib ketgan edi. Nima haqida gapiryapman o'zi? Mayli, hech bo'lmasa sen o'tir deb boshqasini o'tirg'izib qo'ydim. Temir bo'lmaganda mis rostdan ham yaxshi narsa. Va nihoyat YouTube'dagi videoga asosan bozor qurishni boshladim. Videoga qarab qilayotgan ekanman, hech qanday xato qilishi mumkin emas-ku, to'g'rimi? Men buni uddaladim. Mening e'tiborsizligim tufayli ish sal cho'zildi. Hamma taxtalarni chopib boshqatdan qo'yib chiqishga to'g'ri keldi. Lekin oxir-oqibat bir necha daqiqalik qurilishdan so'ng men Redstone ga aloqador bo'lmagan hamma joyini qurib bo'ldim. Ana endi esa menga 8 ta portion kerak bo'ladi. Uning craftida esa temir bor. Misni ishlatib bo'lmaydi bu safar. Shu sabab konga tushishga to'g'ri keladi. Ammo misdan shim yasash mumkin. Kon qidirib o'tirgim kelmadi. Shunchaki uyim oldidan yangisini kovlay boshladim. Albatta Minecraftning birinchi qoidasiga amal qilgan holda. Ammo yo'lda temir o'rniga undan ham qiziqroq narsa topib oldim. Bu ametist shar, oddisi ham emas. Men qilgan teshikni hisobga olmasa, butun ametist shar. Bunaqasi Minecraftda juda ham kam yo'q. Atigi 4% ehtimoli bunday paydo bo'lishini. Lekin bu sharni topganimda men ehtimolni ancha kam deb o'ylab, bundan ancha xursand bo'lgandim. Va yana Minecraftning birinchi qoidasiga bekorga amal qilmadim. Konga tushish xavfli bo'lishiga qaramasdan mening ishonchim komil. Bu yerda aniq temir bo'ladi. Yana ametist topgan ekanmiz, kelinglar unda durbin yasaymiz. Yo'qsa yangi versiyada Optifine hali yo'q. Xo'sh, temir izlab olg'a. Temirni topdim, lekin uni Creeper himoya qilayotgan ekan. Hardcore o'ynayotganda bu maxluqlar shunchaki ajaldek ko'rinadi. Temir kovlayotganda har ehtimolga qarshi F5 dan qarashga qaror qildim va bekorga emas. Hozir bara tugashi mumkin edi. Oxir-oqibat men omadli tarzda temirni kovlab, tunni ham kon ichida o'tkazib, Norvon orqali bu kondan chiqib ketdim. Temirni pechkaga eritishga joyladimda shakar qamishni yig'ishtirdim. Aytgancha shakar qamish ekkanimni sizlarga aytganmidim va menga yana redstone ham kerak edi. Yaxshiyamki buning uchun konga tushishga to'g'ri kelmadi. Bularning bari menga portion yasash uchun kerak edi. Yana dastak ham kerak. Endi har bir qatorga portiondan, redstonedan va dastakdan qo'yib chiqamiz. Va ularni aktivlashtiradigan bo'lsak, tayyor. Demoqchi edim, lekin yana bir narsa esdan chiqdi. Darchalar ham o'rnatib chiqish kerak har bir portionga. Lekin hattoki endi ham tayyor emas ekan, sababi bizga ish stollari kerak. Ya'ni bozordagilar aynan nimalar bilan savdolashadi? Masalan, menga aniq kamonchi kerak bo'ladi. Sehrlangan kitoblarni sotib olish uchun kutubxonachi ham. Shu sabab hozirni o'zida kafedra yasaymiz. Buning uchun qog'oz va teridan kitob, kitobdan esa kitob javonidan oxiri kafedra. Bitta kamonchi aniq kamlik qiladi. Shuning uchun bizga ko'proq kamonchi stoli kerak. Xo'sh, endi bizda 3 ta kamonchi, 4 ta kutubxonachi va bitta fermer bo'ladi. Stollarni o'rnatamiz. Joyi. Endi bemalol aytishim mumkinki, oldinda eng qiyini qoldi. Eng azoblisi va eng qiyini qoldi. Bu ham bo'lsa sotuvchilarni xonasiga qamash. Bu haqiqiy dahshat bo'ladi. Biz ularni tepasdan solishimiz kerak yana. Va bu paytda menda arzirli g'oyalar ham yo'q edi, lekin boshlash kerak edi. Boshlanishga yo'lni qayiqdan o'tsa bo'ladigan qildim-da, keyin qayiqda o'tirganni olib bordim. Yo'q, bu qayiqda yurish unchalik ham qiyin bo'lmadi. Eng qiyin endi uni qandaysiga u yerga solish mumkin. Menda ko'p g'oyalar bor edi. Masalan, kech tushishini kutsak, agar yotoqqa chiqishi mumkin, lekin buning uchun kech tushishini kutish kerak. Agar ovqat oldidan orqasidan borsa-chi? Ming afsuski yo'q. Bu fermerning qorni aniq to'qqa o'xshaydi. Qaysidir soniyalarda bu reja menga o'xshaydigandek ham tuyuldi, lekin yo'q. Yagona chora ularni kechasi yotoqqa borishdan foydalanish shekilli. Xo'sh, men aynan shunday qilishga ham qaror qildim. Faqat bu usul juda ham xavfli edi. Bitta creeper va hammasi tamom. Lekin oxir-oqibat men buni uddaladim. Birinchisi qafasda edi. Hech bo'lmasa men shunday deb o'ylagandim. Yana qanchadir vaqtdan so'ng oxir-oqibat birinchisini qamash qo'limdan keldi. Ikkinchisini esa qayiq bilan qamashga qaror qildim. Va shu vaqtda men afsonaviy usulni kashf etdim. Qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqni chalganim zahoti yotoqqa qarab shunchaki otildi. Kunduzi bo'lsa ham. Bu qo'ng'iroq shunchaki mening qutqaruvchim edi. Men shunchaki qo'ng'iroqni chalib, qayiqni sindirsam kifoya. U shunchaki qafasga qarab o'zi yuguradi. To'g'ri, bu muammoni ancha kamaytirdi, lekin shunga qaramasdan yana muammolar bor edi. Masalan, ularni qayiqqa o'tirg'izish. Xullas, oxirgi ikkitasiga qishloqliklar yetmadi. Shu sabab boshdagi fermerni ham kamonchiga aylantirishga to'g'ri keldi.
Xo'sh, birinchi zumradimizni sotib olamiz. Qo'shni kutubxonachi nima sotarkan deb tekshirib ko'rsam, u yerda ta'mirlash sehri ataga 10 dona zumradga sotilayotganini ko'rdim. Bu shu qadar ajoyib kitob va shu qadar ajoyib narxga uni hattoki zombiga aylantirish ham shart emas. Shusiz ham juda ajoyib. Men bu kutubxonachini nima qilib bo'lsa ham saqlab qolishim shart edi. Shuning uchun menda bor hamma yog'ochlarni tayoqchaga aylantirib sotdim va kitobni sotib oldim. Menga afsuski, boshqa kutubxonachilarda bunday omad kuzatilmadi. Oqshom vaqtida quyosh tarafga qarasa, ranglar juda ham qattiq o'zgarar ekan. Va men shu paytda qo'rqib ketdim. Nega bilasizlarmi? Ana buni deb. U yerda nimani unutding? Har ehtimolga qarshi zombini bolasi ham yerda rasvo qilmasligi uchun mana bunday yarimtalik taxta bloklarni qo'yib chiqdim. Nega shunchaki tunni o'tkazib yubormayapman? Sababi oddiy. Bizning bozorimiz 100% ishlashi uchun unga zombi ham kerak. Hayot qoidasiga ko'ra atrofda zombidan boshqa hamma bor edi. Lekin bu yana bir topshiriqni bajarishga yordam berdi. Hatto umid ham qilma. Zombi bo'lganda ham menga oddiysi emas, narsa ko'tara oladigani kerak. Sababi narsa ko'targan zombi keyin hech qachon yo'q bo'lmaydi. Oddiy shunaqa zombi topa olmadim, lekin cho'kib ketgan shunaqa zombi topdim. Bu ham bo'laveradi degan umidda uni o'zimni bozorimga qamadim. Xo'sh, bu men o'ylagandan oson bo'ldi. Men omadli tarzda tunni ham o'tkazib yubordim. Endi shunchaki sistemani tekshirib ko'rish kerak derdim-u, lekin yo'q. Agar men uni hozir zombiga aylantirsam, keyin uni davolash kerak. Buning uchun esa menga damlama kerak. Damlamani tayyorlash uchun esa bizga Nezerga borib ifritlarni o'ldirish kerak. Lekin ayni vaqtda men Nezerga borish xohishim umuman yo'q, ayniqsa bunday aslahalar bilan. Shu sabab ham mening bozorimda olmos aslaha sotadigan sotuvchi ham yo'q. Sababi men olmosni ko'ngil tushib kovlamoqchiman. Faqatgina sehrlarni sotib olaman. Masalan, himoya 3 yoki sinmaslik 3. Va yana bir muammo bor. Bu zombi nimagadir ishlagisi kelmayapti. Hech qaysi birini yemayapti. Mayli, buni keyin hal qilsak ham bo'ladi. Hozir konga tushib olmos kovlardim-u, lekin agar buni omad 3 kirkasi bilan qiladigan bo'lsak, ancha yaxshiroq bo'ladi. Shu sabab mening birinchi maqsadim omad 3 sehriga ega bo'lish. Buning uchun o'z navbatida menga zumradlar kerak bo'ladi. Zumradni esa yog'och evaziga olamiz. Ya'ni o'rmonga daraxt chopishga olg'a. Bu safar men juda ham ko'p daraxt chopishim mumkin. Sababi o'zi bilan misol oldim. Bu degani men xohlaganimcha bolta yasashim mumkin. Yana ataylab hamma daraxtni oxirigacha chopadim. Oxirida qancha daraxt chopganim bilib turishi uchun xayolimda zo'rroq ko'rinayotdi. Yo'l-yo'lakay kitoblar uchun teri ham to'plab oldim. Va qochoqni ushladim. Har safar daraxt kerak bo'lganda o'rmonga bormaslik uchun o'zimning o'rmonimni yaratdim. Xo'sh, endi ozgina zumrad to'playmiz va juda ham qiziqarli bo'lgan omad 3 kirkasi olish ishlarini boshlaymiz. Qizig'i bir necha daqiqadan so'ng menga mana bu kitob tushyapti. Himoya 4, 58 ta zumradga to'g'ri, lekin agar biz uni zombiga aylantirib davolaydigan bo'lsak, bu ataga bitta zumradga aylanadi. Bunday kitob juda ham kamyob. Shu sabab uni o'tkazib yubormasligimiz shart. Ajoyib, endi ikkita zo'r kutubxonachi bor. Ta'mirlash sehri va himoya sehri sotadigan. Xo'sh, biz haligacha omad sehrini qidiryapmiz. Oradan yana juda ham o'z vaqt o'tgandan keyin menga mana bu kitob tushyapti. Mustahkamlik 2, maksimal darajasi 3 bo'lishiga qaramasdan bu kitob juda ham kamyob. Shu sabab men uni qoldirishga majbur edim. Bu juda ham foydali kitob. So'ngra qidiruvlarni davom etdim va menga mana bu kitob tushdi. Omad 1. Lekin men bu kitobni olmadim. O'yladim yaxshirog'i tushadi, tez orada deb, lekin qanchalik qattiq adashgan edim. Haddan tashqari qattiq adashgan edim. Menga yana bir omad 1 sehri tushdi, lekin men bu safar ham olmadim. Orqasidan esa menga himoya 4 sehri faqat bu safar 2 barobar arzonroqqa chiqdi. To'g'ri, 2 barobar arzonroq, lekin men shusiz ham chegirmalar orqali olmoqchi edim. Yana kutubxonachilar ham tugab qolyapti. Bu ketishda omad 3 sehrini hech qachon ola olmayman deb o'yladimda shartni o'tkazib yubordim. Keyin esa negadir shunchaki savdolashni to'xtatdim-da kafetra blogini olib ketdim. Negadir boshqa qishloqlik bilan savdolashni boshladim. Rostini aytsam, hozir ham bilmayman nega bunday qilganimni. Sababi bunda hech qanday ma'no yo'q edi. Yaxshiyamki men buni tez orada tushirib yetdim. Va sizlar bunga qaranglar, mustahkamlik sehri 3. Deyarli xuddi shu narxga, lekin 3-darajali. Men bu safar o'zimni to'xtatib tura olmadim. Boyaga chuqurdagi shunday qilib baribir kerak bo'ldi. Buni qanday atashni ham bilmayman. Bu omad yoki omadsizlik. Menga 4-darajali samaradorlik sehri tushdi. Bu tushishi mumkin bo'lgan eng yaxshisi. Bu sehrni ham aniq saqlab qolish kerak edi. Shuning uchun men shakar qamishni to'plab qog'oz sotdim unga. Sehr yo'q bo'lmasligi uchun. Va albatta kelajakda zombiga aylantirish uchun uni bozorga olib bordim. To'g'ri, qiyinchiliklarsiz emas, lekin men buni uddaladim. Xo'sh, omad 3 sehrini olish uchun bizga yana bir kutubxonachi kerak bo'ladi. Ba'zida ular shu qadar ko'nglimni aynitib yuborishdiki, tasavvur ham qila olmaysizlar.
Ikkitasini alohida qilib ajratishga to'g'ri keldi. Himoya uchun bloklar bilan o'rab qo'ydim. Va nihoyat omadim kelib, omad sehri tushar deb boshladim yana kovlashni. Va u tushdi. Uchinchimi, birinchimi, ikkinchimi farqi yo'q. Muhimi tushdi. Uni olish shart edi. Shu sabab men ataga 2,5 daqiqada kerakli zumradlarni to'plab, uni oldiga qaytib borib kitobni sotib olmoqchi bo'lganimda ataga 2,5 daqiqada u omad sotmay qo'ydi. Qanday omad? Baraka 3. U menga baraka 3 sehrini sotyapti. Ha, bu sehrni saqlab qolish kerak. Lekin qachon men omad sehriga ega bo'lishim hali ham noma'lum. Shunga qaramasdan men taslim bo'lmasdan omad sehri uchun kurashaverdim. Men shu qadar omadni xohlardimki, hattoki o'tkirlik 4 sehrini ham olganim yo'q. Lekin oxir-oqibat men uni ko'rdim. Omad 3 va men bu safar uni o'tkazib yubormayman. Qog'oz bilan hech qachon o'zgarmaydigan qildimda, bo'yi ekan daraxtlarimni chopishni boshladim. Yaxshi ham ekan, u yerda yetarlicha daraxt bor edi. Lekin muammo shundaki, hech kim mendan tayoqcha sotib olmay qoldi. Bu degani menga yana bitta kamonchi kerak. Yangi kamonchi yaratish uchun borganimda qarasam, mushuk qayiqda o'tirgan ekan. Ayni muddo deb o'yladim, sababi Minecraftdagi topshiriqlardan birini bajarish uchun Minecraftdagi barcha turdagi mushuklarni boqib olish kerak. Boya aytgan topshirig'imdan tashqari yana bir topshiriq bajarildi. Inson do'sti. Lekin bundan so'ng men qayiqdan ozod qildim albatta. Va omadi tarzda yangi kamonchini o'z xonasiga qamadim. To'g'ri, bundan keyin ahmoqlarcha uni qochirib yubordim. Lekin oxir-oqibat baribir qamadim. Bu safar endi qochib keta olmaydi. Va nihoyat kerakli zumradlarni to'pladik. Endi juda uzoq kutilgan kitobni olsak ham bo'ladi. Omad 3. Endi olmos aslaha uchun konga tushib olmos kovlash qoldi. Boshida bu omadni temir kirkaga qo'ymoqchi edim, lekin qarasam menda shunchaki ideal kirka qilish uchun barcha kitoblar bor. Hattoki samaradorlik kitobini ham bemalol sotib olishim mumkin. Qaror qabul qilindi. Bu uchala kitobni ham bitta olmos kirkaga joylayman. Buning uchun esa menga 3 ta olmos kerak bo'ladi. Va yana shu ham esimga tushdiki, kitoblarni kirkaga joylash uchun menga anvil ham kerak bo'ladi. Bu degani esa yana temir. Uyim oldidagi ko'mirni kovladimda hayratga tushdim. U hali ham o'sha yerda turibdi. Endi menda mashalalar juda ham ko'p. Bu degani men konda ancha vaqt qolishim mumkin. Yo'lda ametist bilan g'or chiqqani yetmagandek endi buzilgan shaxta ham chiqdi. Kerakli balandlikka tushib bo'lgandan keyin olmos kavlashni boshladim. Menga ataga 3 dona kerak edi. Olmoslarni topguncha temirni pechkaga solib qo'ydim. Oz vaqtdan keyin yo'lda birinchi lava, undan keyin hattoki olmoslarni ham topdim. 3 ta olmos bu kirki yasashga ayni muddo. Yo'q, adashibman, u yerda 3 tadan ham ko'p ekan. Hammayli ularni endi omad kirkasi bilan kovlaymiz. Kondan chiqishdan oldin erigan temirlar bilan o'zimga anvil yasadim. Va yaxshiyamki o'zim bilan ko'pgina norvan olib olgan ekanman. Sekingina chiqishni boshladim. Faqat kelasi safar tushganimda oson bo'lishi uchun suv qo'yib qo'ydim. Xo'sh, super kirkani yasash vaqti yetib keldi. Boshlanishiga olmos kirkani yasaymiz. Orqasidan negadir kitobni shunchaki kirkaga joylashni o'rniga birinchi ularni birlashtirishni boshladim. Albatta yetmayotgan kitobni ham sotib oldim. Oxir-oqibat menda super mutant kitob paydo bo'ldi. Lekin endi kitobni kirkamga joylamoqchi bo'lganimda menga daraja yetishmadi. Xo'sh, menda atagi 7-daraja, menga keragi esa 18. Bu darajani to'plashning hozir yagona yo'li qishloqliklar bilan savdolashish. Yaxshiyamki men ular darajani berkitishayotganini bilardim. Lekin baribir yog'och tugadi, shuning uchun borib chopishga to'g'ri keldi. Lekin oxir-oqibat uzoq vaqtlik savdolashlardan so'ng men kerakli darajani to'pladim. Xullas to'pladim va oxiri mega kirkaga ega bo'ldim. Nomini ham o'zgartirmoqchi edim, lekin 19-daraja yo'q, menga shuni o'zi ham bo'ladi. To'g'ri, kirka o'rniga belkurak deb yozib qo'yilgan, lekin teshib chiqmaydi. Keyin daraxt ekdimda shartta konga otlandim. Stak olmos to'plamasdan chiqish yo'q. Bu safar yo'limdan chiqqan obsidianni buzishim ham mumkin. Bo'yi olmos qoldirgan joyimda 5 ta olmos bor ekan va bu menga 9 ta olmosga aylandi. Omad 3 sehri salkam 2 baravar ko'paytirdi. Har bitta Minecraft'da olmos kovlayotganda random tarafga qarab kovlaganda olmos chiqib qolishini orzu qilgan.
Kovlab Vardin uyigacha borib qoldim. Bu menga kondan chiqish vaqti kelganini tushuntirdi. 67 ta olmos. Shuncha olmos kovlashga 20 daqiqa ham ketgani yo'q. Bu kirkani yasash shuncha mehnatga arzirdi. Bundan ham yaxshisi endi menda olmos aslahalar bor va yangi topshiriq. Meni olmoslarga ko'm. Do'stlar, bu Let's Play'ning birinchi qismi edi va biz unda 13 ta topshiriq bajardik va shuncha ish qildik. Agar sizga qiyin bo'lmasa, iltimos kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu juda ham muhim.